Mana buni ko'ryapsizmi? Ko'raman. 17. Ha. Buni narxi hozir va shu osmonda. Kecha bittasiga narxlatuvdim. Вообще yubordim buni. Hali yo'nkisi ham tushmagan. Yangi просто oranjevisi yoqmayapti menga. Hop, nech pulda olsiz o? Nech pul dedi? Вообще yubordi-da. Nech pul dedi? 1,5 ming dedi. 1,5 ming? 1,5 ming dedi. Men parolini ayting. 0090. Ha, 0090. 68 sikl bo'libdi. Baribir deb. Nech pul xolos? Nima, men o'zim 2000 dan tepaga olganman, yangi chiqqan paytda. Voy, qanaqa olasiz? Bu 2000 lik telefon emas, oq emas u. Oqqa avtoriteti bor. Нет, oranjevый trend edi, men shuning uchun oldim. Bo'ldi, hop, nech pul qilib berasiz? Oldin safar ham oldingizga keldim. To'g'rimi? Yana chaqirdingiz. 2300 ga olganman o'zim, ishoning. Хотя бы 2000 ga ketsin. Yo'q. Zarariga ketsin. 1300 beraman, bo'ladimi? Unga olib sotganim yaxshi-ku. Ya endi realniroq narx ayting. Siz yaxshiroq narxlisiz deb aytyapman. 1400 bo'ladimi? Bo'lmaydi, конечно. 1,5 mingga yo'q dedim, eshityapsizmi? Eshityapman, ko'ryapman 17. Mantlari ham уже pachoq qilib qo'yib bo'libsiz-da. Qatlisiz o'zi siz. 70-75 emasmi? Yo'q, 01. 01. Bu nech pul qilib berasiz? Bo'ladigan narxni aytsangiz yaxshi bo'lardi. Хотя 1800. Yo'q, 1,5 ming berdim, mayli. Yo'q, 1,5 ming unga borib sotganim yaxshi. Siz bilan 2 soat mana bitta makillab talashgandan ko'ra. Hop, o'zingiz olmang. 1,5 ming beraman. O'zim mas telefonim ham. Hop, oldin safar ham normalniy pulga oldim, to'g'rimi? Bo'ldi, bering. No, хотя 1800, no, bitta narxda qotib olmaysiz ham. 1510 beraman, marojniy yevorasiz 10 dollarga. Ko'ryapman, gaz qo'yib olgansiz mashinangizga. Yo'q, gaz isbotlab bering shu joyiga. Ko'rdimmi bu? Gazni yurargansiz. Monzani o'ziga. Voy. Aldash yaxshi emas lekin. Yo'q, bizda aldov yo'q. Bo'ladimi 1510, 1550 beraman mana. Amallab sotib yuboraman aka. Uni men sizga beraman, siz 1000. Menga qarang, 1550 beraman, bo'ldi, bering. Men sizga 50 dollar qo'shib beryapman. Hali kechki payt ko'rishyapsiz, siz bilan bitta oqidan qilib beraman. Oqini xohlayaptimi deysiz? Bu oqidan yengisini xohlayotgan bo'lsangiz, yengisidan. Qarang, oqi вообще chiroyli-da. Endi buni skromniy bolalar tutadi. Ne akkuratniy qizlar bunaqa telefon tutadi. Rozimisiz? Ha, roziman. Bo'ldi, men sizga yana bittani foydaliroq narsa o'rgatib ketmoqchi edim. Instagramga kirasiz, videoga silka kopirovать qilasiz. Telegramga kirib turib, audio deb yozsangiz, audio savet bot chiqadi. Birinchisi. Startni bosasiz, hozirgi sketchat qilingan silkani bitta tashlasangiz, mana shu videoni tashlab beradi, sirazi. Ketidan qo'shuvni yuklab olishni bossangiz, sirazi muzikasini ham tashlab beradi. Ismi audio savet bot. O'zingizga o'xshagan ideal bo'lsa bo'ldi.